Takoyskiy millicha kiyimlarda saunaga kirib olgan odamni ko'rganmisizlar. Tanishganimdan xursandman, o'sha men bo'laman. Shapkalarni kiyib olib, parda dimlanib o'tirish niyatim yo'q, yig'ishtirgani kirib olman. Mana bitta plyusosimning taqir-tuqurlari ham bor. Orqasidan it quylayotgandek u yoqdan bu yoqqa yugurib yurishimning sababi gapga ketishim kerak, lekin kiyimim tayyor emas. Shtonni ko'tarishga necha? Короче, tushunishinglar uchun aytaman, ko'chada 30-40 gradus bo'lsa, bu yerda bir 50-60 gradus issiq, shunchalik ichimdan suv oqyapti, har bitta tomchisini his qilaman. Xullas, gap temasiga qaytamiz. Hozir hamma joylarni ko'pirtirib yuborganimdan keyin sizlar menga kiyim tanlashib yuborasizlar. Men likkillab gapga borib kelishim kerak. Bitta jigarim o'zimni adashim, menga 3-4 xil variant jo'natganlar, orasidan bittasini tanlashim kerak. Конечно, o'zimdan ketib qolib, hammasini sotib olish niyatim yo'q. Короче, mana shu mayda kafelarga qaraganinglarda betinglarni mingga bo'lib tashlab, aksiyalarni ko'rsatadigan darajada yiltiratib qo'ydim. Shu yerdan bir muzdekkina suv oqizib yuborsammikin, shunaqangi ketdim, saunani o'zida bir 2 kilo vez tashab chiqdim. Likkillab ukotalarimni ham yengilab oldim. Endi sizlar bilan garabama qilamiz. Короче, bu hamma luklarimni Bonu shopdan oldim. Qizlar, bu o'zi dvoyka, ichida bazasi yo'q. Men baza bilan kiydim. Menga qaysi variant ko'proq chiroyli turganini kommentariyada yozib yuboringlar. Menga sizlarning fikringiz juda ham qiziq. Endi bo'lsa 3-lukka o'tamiz. Menga shunaqangi rozli ranglar yoqadi, qizlar. Buni ham ichida o'zi bazasi yo'q. Men baza bilan kiydim. Hamma ko'rsatayotgan dvoykalarim oldida Takoyskiy mana shunaqa ruchnoy ishlari bor. Bu luk bilan menimcha chochimizni tepadan yig'ib olganimiz вообще chotki tursa kerak. Endi bo'lsa 4-lukka o'tamiz. Bu ham mana shunaqa shikarniy dvoykamiz deb sizlarga aylanib ko'rsatmoqchi edim. Boshim aylanib ketdi. Xullas, bo'ldi, endi o'zimga kelib oldim. Buni ham oldida ruchnoy ishlari bor. Sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Bonu shop Xitoydan premium tovarlar olib keladi. Agar sizlar ham likkillab takoy biznes reja bo'lgili kelayotgan bo'lsa, Bonuga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zlari Guanchjouga olib borib, optimchilarni ko'rsatib, sizlarni takoy biznes reja qilib yuboradilar. Bonu shopga murojaat qilasizlar. Kengashlar. Hammaga xayr.